Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Rozu Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağa 17'te 2021 yıl 12. ayının 17. günü leksiyada Sıdıkacı Rozu. Bugünkü vaziyetten eysak vatandaşım bugün Şinhuaşe'nin muhbiri yoki Şinhuaşe agentliği yaqindan bir-iki xalqaro siyosiy aloyliklarni tahlil qilib bir parcha xabar beribdi. Asosligi shuningda to'xtalamiz. Uningdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat boshlig'i, ya'ni prezident Joe Biden qora quyunning tahdidiga yoki ofatiga uchragan Amerika xalqidan hol so'radi. Bu bir katta xabar. Vatandaşlar, biz özümüzün menfaatini o'ylashib ketmay, Amerika xalqi nim bo'lyapti hozirgi tabiiy ofat oldida uningga diqqat qilishimiz kerak vatandoshim. Ondan bu tahlildan tunugun so'zlanishimizning oxirida biz bu mavzu biz uchun qimmatlik degan edik. Bugun Şinhuaşe ham shundoq tahlil qilibdi. Buni sizlar bilan o'rtoqlashimiz hurmatli vatandosh. Avvalgi birinchi mavzumunda Prezident Joe Biden Qaroqo'yinning zarbasiga uchragan Kentucky oblasti yaqin nahiyasini ko'zdan kechirdi. Mavzuli xabar 12 ayning 16 kuni Amerika ovozidan Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Qarayvitay. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 12 ayning 15 kuni, ya'ni chorshanba, Qaroqo'yin ofatiga uchragan Kentucky oblastini ko'zdan kechirdi. Ofat ahvolini naq maydonda tekshirdi. Qaroqo'yin juma kuni kechdan shanba kuni cho'shgacha Kentucky nahiyasi, ya'ni oblasti cho'rgilab kelib, aylanib kelib 74 nafar odamning vafot bo'lishini keltirib chiqardi. Minglagan odamlar uysiz, makonsiz qoldi. Kentucky oblastini Qaroqo'yin ofatiga uchirdi. Prezident Joe Biden ofatdan qutuldirish tirishchanligi to'g'risidagi dokladni angladi. Prezident tik uchar aeroplanga o'ltirib Qaroqo'yin tep-tez qilib o'tgan Mayfield va Dawson Spring qatorliq bu ikki oblast va nahiyaning osmonida aylanib uchib xarobaliklarni ko'zdan kechirdi. Hayot qolganlardan hol so'radi. Prezident Joe Biden darhol mablag' bilan ta'minlab qayta qurishga yordam qilishga va'da berdi. Ofat yuz bergan doir intayin keng. Ofatdan qutuldirish tirishchanligi bilan yangi shahar noilani hamda yana qayta yangidan qurishga to'g'ri keldi. Kentucky oblast boshlig'i Anoli Kentucky shahar boshlig'i Anoli Besher haftaning 2 kuni mundaq dedi. Bu oblastda 100 ming nafardan ortiq odam g'oyib, 100 nafardan ortiq odam g'oyib bo'ldi. Bu odamlarning ko'pchilik nopus aholisi 3000 ga yetmaydigan Dawson Spring viloyati deydi. Aqsarayning bayonotchisi Havo armiya birinchi numurliq aeroplanga o'ltirib, ofat yuz bergan rayonga, ya Kentucky'ga ketib o'tib, muxbirlarga mundaq dedi. Prezidentimiz Joe Bidenning bugungi uchuri shundaqki, federatsiyalik hukumat barliq tadbirlarni qo'llanib, oxirigacha davomlashtirib, tirishchanlik ko'rsatib, barliq yordamlarni berib, Kentucky va yana ofatning ta'siri uchragan oblast, nahiyalar, aholi rayonini qayta qurib chiqishdan iborat. Bu prezident Joe Bidenning ofat rayoni aholisiga bergan va'dasi. Prezident Joe Biden Kentucky shtati, Tennessee shtati va Illinois shtatlarini Qaroqo'yinning ofatiga uchragan
ştatlar dep elan qilib, afat rayoni dep bekitdi. Her qaysi ştatlar bulab 88 nafar kishi Qaraquyunda vafot bo'ldi. Bu dehşetli Qaraquyun vatandaş, haqiqatan dehşetli, hech kim taqabul qilolmaydigan, vayron qilib o'tib ketadigan, aning keyindan andin jafo mushaqqat xalqqa, avomga qoladigan ish. Buning ne hukumat, ne armiya hech kim taqabul qilolmaydi bu Qaraquyunga. Hemen Oklahomada yaşayan 8 yil jarayonida bir qatam mushu Qaraquyunning hücumu uçurgan edi Moltarga uyimde. Biroq bu yandap o'tib ketgan edi. Şun bunu öz gözüm bilen kögelligim için intayi vehimlik. Bu Qaraquyun intayi vehimlik. Şuna Prezident Joe Biden Kentucky oblast ve nailani kezdin köçürüp de hürmetli vatandaş.